Assalomu alaykum ko'ruvchilar. O'tundar jana o'tundar. Mana bu yerda bizga tanish elektropila. Elektropilaga bitika o'zgartib kirgizdim. Mana bu yerda qo'shimcha ozuq qo'ydim. Bu o'tin aralaganga da yaxshi ekan. Andan keyin janga yashikdagi çöptü qilgandan yaxshi ekan. Ozuq bu boyaqa yashikdan taxtasa qo'yib turib aralasang, çöptü qirsan. Bu eme odam qo'liga kuch kelmaydigan. Anan esdan chiqmasin. Mana bu yerda setka bor. Shu setkani tez-tez tozalab turish kerak. Bo'lmasa elektropila kuyib qoladi. O'sha mana ozuq sıcaqda qo'shimcha ozuq qilingani. O'tin aralaganga da yaxshi ekan. Çöp qirqonganda yaxshi ekan. Sizlarga dag'in shuni sunushtayman. İşinizlarga iyilik. Omatingizni bersin.